Har bir dardu g'amlarga tabiiy bir inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtojmiz bizlar. O Muhammad Allohga habib, holimizni ko'rsalar edi, oramizda yursalar edi. Rustam Nurali akadan hozir ehson keldi naqd pul ko'rinishida. Bugun hisoblab dalolatnoma qilib yetkazaman. Rahmat Nurali aka. Shundan qolgan yaxshi to'ylagan, yaxshi uylarga, yaxshi mashinalarga, yaxshi kunlarga nasib qilsin. Rahmat Nurali aka. Ukamiz Ilyos Jumayevdan yordam keldi. Rahmat Ilyosjon. Qolgani yaxshi kunlarga buyursin, yaxshi to'ylarga. Rahmat Ilyosjon. Sağ olun. Sunnatlarin bajarib suyub, yuzlariga yuzimiz qo'yib, quchoqlasak qaniydi to'yib. Rasululloh bo'lsa Mashkur mahallasida yashovchi saxiy boy insonimizdan hozir 5 million so'm naqd pul yetkazishdi. Ushbu omonatni Xudoyberdi ismli yigit orqali jo'natgan ekanlar. Rahmat, qabul qilib oldim. Ertaga dalolatnoma qilib qabriston qorovuli Shukurli akaga yetkazaman. Qilgan ehsoningiz qabul bo'lsin. Rahmat sizga, yaxshi inson. Rahmat. inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtojmiz bizlar. O Muhammad Allohga habib. Yetim haqqin yemasdi boylar. Hilol opa, mana Mirishkor tumani, o'zimizning Mirishkor jome masjidimizda to'ratxonasi. Hop, 4 kishi to'rat qiladi. 4 ga e'tibor bering. Oyna ichi oyoq sochiq, yuz sochiq qo'yganmiz. Tashlashga ikkita quti qo'yilgan, suyuq sovurlar qo'yilgan. Ichkarida 4 ta xonasi bor. Bo'lmasida ishratgoh joylar.